Xudo xolasa ishlarimiz avjida. Bu Samarqandni avtoritetmi qanaqadir degan joyi-ku. Qobiljon aka, Xudo xolasa darvozamiz boshlandi. Qobiljon aka darvozalar polni o'sha 2-1 metrli ishlayapti, Xudo xolasa. Mana bu darvozamiz Andijonning darvozasi. Bu kesaklari bu Begavot, Toshkent Begavot. Bu orqa ko'rinishi tikis, hech qaytida bir uloq-puloq yo'q. Taglargacha ham yo'q, tikis holatda bo'lgan, Xudo xolasa. Aytdi, hamma yo'q, chiroyli kitobiy holatda ishlanyapti. Hech qaytida tishu-pishu hech narsa qolmadi, Xudo xolasa, zanglamaydi, davom etamiz, Xudo xolasa. Mana bu darvozamiz bozorga. Ishimiz ishlavjida, sababi zakazlarimiz o'ta ko'p. Ba'zi zakazlarimiz esdan chiqib qolyapti, klientlar telefon qilishyapti. Meni darvozam nimaga chiqmayapti? Mana bu Xo'p darvozasi. Marg'izor. Mana bu Toshkent darvozasi, mana bu Andijonning darvozasi. Oka ham obunachimlar. Oka, Buxoroda kelganni telefon qilgandingiz, aytasiz darvozangiz. Xudo xolasa mana bu Toshkent Bo'kani darvozasi. Sifatlari, kачестволari nima deyapti okalar? Ishimiz yo'qayotgan bo'lsa, bitta like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Mana bu telefon nomerlarimiz, profilimizda ham bor, mobodo 55 ga telefon qilaverasizlar, xizmatli bo'lsa, Xudo xolasa. Avtomatik darvozalarimiz ko'tarib qo'yganmiz, sabab yog'ingarchilikda dabdil bo'lib ketadi, uydo'g'on bo'lib ketadi. Mana bu darvozalarimiz esa tayyor, 280 ga 3 metrli bo'lgan darvoza. Sotuvda ham darvozalar bor. Mana bu darvoza. Bu qayerga dedim, Husanbo mana? Anaqaga bu Shahantga. Shahant darvozasi ham o'sha ramka bo'lyapti. Bezuloqda mana chevarlar kesdik. Mana bu darvoza asli Samarqand savxoziku, bu ham Bezuloq, Xudo xolasa, polni. Zakazlar polni Bezuloq. Yaxshi izbe zo'r. Bu udar. Hozir Qashqadaryo Qarshi shahrining darvozasi bolalar laksik pushgan ekan. Toshkentlik okalarimiz shunaqa sepishayotgan, bu bo'lmaydi bu. Toshkentda sepishadi, lekin Namanganda unaqa ish qilinmaydi, Xudo xolasa. Bizda ustalar, bilasizlar, bitta yomg'irda bu chiqib ketadi bu. Lekin bunaqa ish Namanganlik ustalarga yarashmaydi, sababi bizlarda har qanaqa quyosh, yomg'ir, issiq sovuqqa turib beradigan darajada darvoza chiqqan. Chiqariladi ishlab, sog' bo'linglar, charchamani, sifatli, yaxshi darvoza ishlab chiqarishda davom etamiz, Xudo xolasa. Ishimiz yo'qayotgan bo'lsa, bitta like va kommentariy o'z fikringizni qoldirib qo'yasizlar, sog' bo'linglar.